Jigarlar e'tibor beringlar, o'zimizda Bag'dodda 12000 gradusli olovda pishgan pishig'ishlarni sinovdan o'tkazamiz. Bunu qarang. Bunu qarang jigar. Hech nima bo'lmayaptimi? Xolasangiz semonga ham tushirib beraman mana. Bunu qarang, sinmayapti. Ishonmaganlar uchun mana to'yda jigar. Bunu qarang. Agar bu shu mana pishig'ishlarda siz uy quradigan, imorat quradigan bo'lsangiz, yo siz kuyasiz yoki qo'shningiz kuyib bo'ladi jigar. Mana o'zimizning Shopir akalarimiz tanijoni sog' bo'lsin, Bag'doddan hozir biz Eshanguzlarga g'ishlarimizni olib kelib berishgan, narxlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring kelishtirib qilib berishar ekan. Shunaqangi Shopir akalarimiz borki, texnikasi o'ta yuqori hozir. Bu g'ishlarni siz olib kelgandan keyin qo'lda tushirib o'tirmaysiz. Shopir akamiz birorta g'ishni sindirmasdan hozir to'kib beradi, mahoratiga bitta baho berasizlar. Butunligicha yetkazib berishadi. O'zimizni Bag'doddan chiqayotgan g'ishlar. Mana bu kamazimiz 5000 ta pishig'ishni o'z bag'riga olar ekan buni. 10000 taligi ham bor ekan-a? 10000 ta katta jumon kamazligi ham bor. Bu qarang, bu qarang. Mahoratiga e'tibor beringlar Shopir akalarni. Shopir akalarimizni mahoratiga e'tibor beryapsizmi? Qarang. Mana to'kib bo'ldi, birorta g'ish sinmadi mana. Xolisona aytyapman, birorta g'ish ikkiga bo'lingan yo'q. Pishig'ish lekin haqiqatda zo'r. O'zimizda Bag'dodda g'ishlari, sizlar yetkazib berish xizmatlari ham bor ekan. Pishig'ish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Lekin g'ishga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Shu videoni mana shunaqa pishig'i sotadigan do'koni bor va uyini pishig'ishdan qurmoqchi bo'lgan akalarimizga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Zavodlar bor ekan, optim narxlarda yetkazib berishar ekan.